bir madrasa sayyorimiz ham bor bizlarga. Ba nomi jamoat tabliğ deysiz yo naql harakat deysiz. Men bir payomim bor xoharlarimga. Agar u xohari ki xohlasa, eri mehribon bo'lsa unga, xushaqloq bo'lsa, xonavodaga shirin so'z bo'lgidek bo'lsa, erlariga mamoniyat qilmasin, jamoat tabliqqa qo'shsin. Otalarimizga ham payomim shudiki, otajon, agar xohlasangizki avlodingiz muti' bo'lsa, farmonbardor bo'lsa, haqqi ota-onani joyiga anjom berargidek bo'lsa, bir ro'zlab, ikki ro'zlab bizlarda tabliğimizga o'tgan bilan tuzolmaydi. To zamoniki shu madrasa-i sayyori va nomi jamoat tabliğ yo naql harakat degan narsa tuzatmasin. Mavlo sohiblarga ham payomim shudiki, janobi olim buzurgavor, janobi Mavlo sohibin og'am, agar xohlasangizki jamoat masjidingiz ko'proq bo'lsa, agar xohlasangizki jomiyangizning ichiga muslih kishilar ko'proq bo'lsa, agar xohlasangizki agar sado chiqargan pillaringizga xizmat madrasangizga va masjidingizga va dorul-ifozingizga jamoat tabliqqa mamoniyat qilmang. Aksariyat sahoba-i kiromda ham Makka muazzamaga va ham Madina munavvaraga ikkovini ham qabristonligiga topolmaysiz. Bu sahoba-i kiromda qayerga ketdi? Oy osmonga chiqib ketdi hammasi? Na, ukhrijat lin-nas bi xotiri rizoi robbil alamin uchun har bir go'sha va kinorai aqtor va aknof zaminga fe'lan dafn qilgan. Bola usullari barobar emas jamoat tabliğda. Serozasini qayerdan topibdi, chillasini qayerdan topibdi, sol degan narsasini qayerdan topibdi. Aziz otam, aziz Mavlo sohibin og'am, ne farz biladi usulini, ne vojib biladi. Faqat bir tartibdi. Sizda ham jalsangizga kelib bir mutaallim sinfi 8 va sinfi 9 inog'abiz kelib Buxoriy sharifingizga qo'shilsa chiqarib qo'yib berasiz. Aytasizki, bor madrasadorlikda Buxoriy va Termizini o'qishlikka bir usuli bor madrasadorlarda. Usuli shudiki, to zamoniki sen kitobahoy funundan xabaring bo'lmasa, toki ularni tay marohil qilmasang, sen qanday Buxoriy men oldimga o'qiysan? Janobi Mavlo sohib, sizni usulingizni kim chiqardi? Lihoza aziz otalarim, aziz nasl javonlar, asli aytayotgan gapim shudiki, gaf nafs. Nafsni masalasini gapidi. Vagarna manhajlari sayida. Aqidai xarobi bor. Aqidai xarobi nimadi jamoat? Aqidai xarobi shu, agar bo'lsak Xudoga da'vat beradi. Meni siz yarim soat bir joyga gapirsak, nisbisini maxluqni ta'rif qilamiz. U Xudoni ta'rif qiladi. Aqidai xarobi shu. Wala fazoil a'mol kitobi bor degan. Fazoil a'molni joyiga nima uchun Qur'onda o'qimaydi? Fazoil a'molni joyiga nima uchun Buxoriy va Termiziy va Muslim va boshqa kitobahoy ahadisni o'qimaydi? Ba'zilar shunday deydi. Aziz otam, azizin og'am, buni taloshi en tavonoyisi shudiki, shu Farsi hadisning mazmunini o'qisa. Siz Buxoriyni bilasiz, siz Termizini bilasizki, ishkariga keling, Buxoriyni o'qingki, hammaginasini boshginasi pat, o'zginasiga yosh, sizni Buxoriyga quloq tutami yo tutmaymi? Ba'd az safar Haramayn Sharifayn Makka va Madinani safaridan so'ngra vallohi ki basifati bir olim marjai taqlidlaring bilasizlar, ulamolar sizlar. Men o'zim yodimga kelmaydiki 15 kecha ham to'g'ri kelib tahajjud o'qiganman. Bir jamoati tabliğdan cho'ranki bor 40 ro'zga ketgan bo'lsa, 40 ro'zga ham bir ro'za ham tahajjud namozi tark bo'lgan yo'q. Duo va niyoyishini aytmaysiz. Haqiqat o'sha yerga barmalo bo'ladiki, inson o'zini navoqis ko'toligiga e'tirof qilgan bo'lsa, amal va sunnatahoy payg'ambar islom sallallohu alayhi vasallam minglarcha ad'iyat duolar bizlarda oldimizdan o'tadi, shogirdaga dars va ta'lim beramiz. Vali so'rayki, janobi Mavlo sohib, shu duoni o'zingiz amali anjom beribsizmi? Na. Bu beshoralarni qilayotgan ishi shudiki, hamisha talosh qiladiki, shu o'rgangan narsasiga amal qilgan deymiz.